Assalomu alaykum. Silyosti qarang. Lonni qarang. Makkani qatirib, keyin o'rilgan. Don. Makkalar yumshoq. Yumshoq bo'lgan hozir. Qatirib turib o'rmaganimizda 50-60% bateriya bo'lib ketardi. To'g'ri, molni orqasidan chiqadi bu. Chiqsa bir 20% chiqadi orqasidan. Effekt shunda zo'r bo'lar ekan. Qatirib turib keyin o'rdirsalaring. Qarang. Yemda mol yaxshi o'zgarar ekan shu holatda bo'lsa.